Oh. Şimdi mana şimdi yigitlerimiz minnet kılıp bitti mine. Musafirdan ansat emas bu işler. Köpçülük kommentelerde yazardı. Video çıkarasınız, özünüz hem işleseniz bu muydu mu deb yazardı bir negatifçiler. Üstü açtı, karan üstü açtı. Musafirdan şimdi azapları var. Selamun Aleyküm, kanalımız gözetuvchiler ve abonachileri. Bugün 20 Ağustos 2026 yıl. Deledagi tarvuzlarni qaranglar. Yatışını. Mana tarvuzning bahası hozir 2 rublga tushib qoldi. 2 rubldan ham olmay turibdi daji. 2 rubl deganimiz 260 so'm. O'zbek so'miga hisoblasa 1 kilo tarvuz 260 so'm. Juda arzon. Yüklashning o'zini 1 rubldan beradi. Lekin shuni olayotgan ham yo'q shu momentda. Mana shunday isrof bo'lib yotibdi. Mana tarvuz dalalar. Fermerlarga ham qiyin. Bu yil vaziyat og'ir. Oluvchi yo'q da. Umuman klient yo'q. Bir tarvuzda emas, hamma narsada baqlajon, peres bo'lsin. Hammasida klient kam, juda kam. Dehqonchilik, qaraqanchilik, dehqonniki yilda armon degani mana shu bo'lsa kerak mana. Bir yil o'xshaydi, bir yil o'xshamaydi. Dehqonchilik qilish ham osatmas. Bu fermerlarda yaxshi bo'lsa, bizlarga ham yaxshi bo'ladi. Fermerlarda yaxshi bo'lmasa, biz ishchilarga ham qiyin bo'ladi. Bu yil ko'p fermerlarda mana shunday yetishtirgan mahsuloti yaxshi bo'ldi deb quvonsa, sota olmay mana shunday qolib ketadi. Bir yillari bo'lmay qoladi yaxshi. Ish qilib shu dehqonniki yilda armon degani mana shu ekanda. Mana shunday mahsulotini yetishtirib sota olmagandan keyin ham ko'p fermerlar bu yil pul berishda ishchilarga qiynalib turibdi. Bu yil ish kamroq. Sena pes. İşçilerin ishlayotgan puli juda kam bu yil. Rasxod juda ko'p. Mana hozir o'zimiz bolalar bilan shu polyaga keldik, tarvuz polyaga. 20 gektar yer ekan bu. Mana sotilmagan umuman bir dana tarvuzam. Endi hozir shuning mana kliyenkisini cho'playotimiz. Mana shunday qilib kliyenkini cho'plab yig'ib ketaveradi, keyin buni yoqib tashlaydi. Fermer polyani tozalab berish kerak ekan. Harman. Oho, mana chang'ina qarang buni. Endi mana shunday yigitlarimiz minnet qilib o'tdi mana. Musafirdan ansat emas bu ishlar. Mana yigitlarimiz mana shunday qilib dalalarning kliyenklarini qo'porib o'tib kelasi yilga tayyorgarlik. Fermerlar mana shunday etib astan tayyorgarlik ko'raveradi. Mana bu kliyenk qo'parish jarayoni bu. Chang edi. Mana shu chang ovuzdan kirib o'pkaga boradi. Bu musofirchilik ansat emas. Mana shunday ishlar ham bor. Mana Volgogradda ishlayman deb havas qilib yurganlar ko'ringlar. Mana Volgogradda ishlab pul topisham ansat emas. Mana shunday qiyinchiliklar bor. Mana changlarni qarang, changlarni. Mana üstü açtı, qarang üstü açtı. Musafirdan shunday azoblari var mana. Hozir mana shu tarvuz polyaning kliyenkisini cho'plab o'timiz. Mana shu yigitlar bilan bircha. Harma bolam. Mana chang mana shunday maska kiyib, shu maskadan ham o'tib ketadi chang. Tap o'pkagacha boradi bu chang. Mana ziyon. Endi iloji yo'q, ishlash kerak. Ishlamasa bo'lmaydi. Bu yerga kelgandan keyin. Mana shunday ishlar ham bor Volgogradda. Mana yurtdoshlar ko'ringlar, ko'pchilik Volgogradga boramiz, ish bormi deb so'raydilar. Ish bor, ko'p ish. Har turli ish bor. Ansat ish yo'q lekin. Ko'pchilik kelib qaytib ketyaptir. Qiynalib ishlalmasdan, pul topolmasdan, to'g'ri kelmaydi ekan deb. Shuning uchun bu yerga kelish uchun
Kemesden aldın oylanıp keliş gerek. Köpçülük bunun bahasını ham aytıp ötüng dep so'rab qaladılar kommentariyada. 1 metre 2 rubldan. Bu kunluk emas, bu işlagan işingize qarab to'lanadi. Mana shu klientga mana 1 metr alsangiz 2 rubl. 1000 metr deganimiz 1 kilometr. 1 kilometr qoparsangiz 2000 rubl bo'ladi. Bo'lmasa 3 kilometr qoparish kerak, shunda normalniy bo'ladi bir kunda. Assalomu alaykum, yana bir bor. Mana biz ham yurtdoshlar qatori kelinki cho'plab yuribmiz. Mana shu tarvuz polya. Mana shuning kelinkilarini olyapmiz. Ko'pchilik kommentariyada yozadi. Video chiqarasiz, o'zingiz ham ishlasangiz bo'lmaydimi deb yozadi bir negativchilar. Mana o'zimiz ham ishlaymiz hamma. İşlamasak bir yerda bizga video chiqarganga 1 so'm pul to'lamaydi. YouTube ham, odamlar ham, fermer ham hech kim. To'g'ri bir yerda ishlab minnat qilib pul olamiz. Endi bu yerda video chiqarganda men mana shu yurtdoshlarimiz qanday minnat qilyapti, musofirda pul topish osonmi, qiyinmi? Mana shularni ko'rsatish uchun video chiqaraman men. Fakat bana hech yerda bu videom uchun like uchun 1 so'm pul to'lamaydi. Ko'pchilik aytadi like bassak pul tushadimi deb. Like basganda pul tushmaydi. Like bassangiz prosta mana shu videomiz ko'pchilikka tarqaladi, yetib boradi. Shuning uchun sizga yordam bergan bo'lasizlar. Endi like'ni bossangizlar, bosinglar, xohlasanglar, xohlamasanglar bosmanglar, shart emas. Hech kimga majburiy emas. Mana shu videolarimiz yoqsa tomosha qilib boringlar ko'rib. Mana musofirda mana shunday niyat etib yuribmiz. Yurtdoshlarimiz bilan birga mana yigitlarimiz yalada. Mana shu tarvuzdan bo'shagan polya, mana tarvuzlar yotibdi. Endi bu yerda qolib ketgan, sotilmay qolib ketgan tarvuzlar ham bor buning ichida. Satılıp bordaga qolgan tarvuzlar ham bor. Bu yil fermerlarga ham qiyin bo'lib turibdi Rossiyada. To'g'risi. Endi fermerda pul bo'lsa, ishchilarga beradi, yaxshi beradi pulni. Fermerda pul bo'lmasa, ishchilarga ham qiyin bo'ladi. Hozir ko'p fermerlar qarzga ishlatib turibdi. Sabab bu yil vaziyat yaxshi emas. Ko'pchilik so'raydi, Rossiyada Volgogradda ish bormi deb. Ish bor, mana shunday ishlar. Lekin bu yil qimmat hamma narsa, patent qimmat, kvartira qimmat, yeb ichish produkt qimmat, lekin bu yil xalqimiz, mana shu ishchilarimiz ko'p qiynalib turibdi. Mana shu yil iminni qiyin bo'lib turibdi shu yil. Shuning uchun kelsangizlar ham vaziyatga qarab kelmasanglar bo'lmaydi. Dokument masalasi juda qattiq. Обязательно birinchi shurtda dokument bo'lishi kerak. Bez dokument ishlash mumkin emas. Albatta patent dokument bo'lishi kerak. Hozir mana temperaturada 40 gradus ısı. 40 gradus bo'libdi. Salam ozgina shamol bor. Agar shamol bo'lmasa dum yomon qiladi. Vaqtim issiq, pogoda o'zi. Mana shunday issiqdan ishlayveramiz. Iloji yo'q ishlamasdan. İşlash kerak, harakat etish kerak, pul topish kerak. İşlamasak hech kimga aytganimda hech kim pul bermaydi, hech kimga bu yerda. To'g'ri, niyat qilasiz, olasiz pulni.